Xamirim oshmayapti deydigan opa-singillarim uchun 400 ml iligan sut, 2 ta tuxum, 2-3 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz. Drojjini unga solib aralashtirib olamiz. Azgina-azginadan un qo'shib xamir qorishni boshlaymiz. Haroratida turgan 200 gram saryog'imizni qo'shib yaxshilab yana aralashtiramiz. Umumiy hisobda 800 gram un ketdi. Xolodilnikka 1 soat oshirishga olib qo'yamiz. Ungan xamirimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek yoyib, bir nechta bo'laklarga bo'lib olamiz. Tugilishini xohishingizga ko'ra umuman boshqacha ham qilishingiz mumkin. Birinchi saryog' surdim, keyin koritsa bilan shakar aralashganini surdim, yong'oq sepdim. Nachinkani ham bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Glavniy endi turadigan o'sha yurechali bulochka bugun dasturxoningizda. Ustiga tuxum sarig'ini surib, 180 gradusda 35 minut duxovkaga boramiz. Keyin ustiga asalli qiyom qilib oldim, lekin buni qilmasangiz ham o'zi shunday shirin chiqadi. Bay videoni azvuchka qilib yana ham ishtaham ochilib ketdi. Like va kommentariy hammalardan kutib qolaman. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.